Assalomu alaykum. Mana hozir Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Bektemir tuman sudiga himoyam ostidagi shaxsga nisbatan jinoyat ishida sud majlisida ishtirok etish uchun kelganman. Himoyamdagi shaxs Jinoyat kodeksining 273-moddasi bilan ayblanib sudga berilgan. Ya'ni giyohvand moddasini sotish jinoyatini sodir etganlikda ayblanmoqda. Lekin shaxsning yonida chiqqan giyohvand moddasi uni sotish maqsadida emas, iste'mol qilish maqsadida olib yurganligi ish materiallaridan ko'rinmoqda. Sotish maqsadi esa isbotlanmagan. Surishtiruv, tergov organining maqsadi giyohvand moddalarning savdosiga qarshi kurashayotganligini hisobotlarda, statistikada ko'rsatish. Aynan shuning uchun giyohvand moddasi bilan bog'liq jinoyat ishlarida malakalashda noto'g'ri amaliyot olib borilmoqda. Natijada esa fuqarolarimiz adolatsiz jazolarga tortilmoqda. Mana hozir himoyamdagi shaxsga nisbatan sud majlisi boshlanish arafasida sud majlisini kutyapmiz.